Demak, quloq solamiz. Demak, 2 kishidan chiqishdi, lekin bitta savolga kengashib javob berishadi. Bitta savol beriladi. Demak, qizlarni, ayollarni hurmat qilgan holatda Xorazmga bersak, rozimisizlar Qoraqalpog'iston? Rozimisizlar? Demak, o'zlari rozi bo'lishdi. Demak, o'zbek xalqining, quloq solamiz xorazmliklar, o'zbek xalqining chetdan o'rgatish yo'q-a? O'zbek xalqining sevib iste'mol qiladigan narsasining birinchi harfini olib tashlansa, qizlarning sevimli narsasi kelib chiqadi. Agar uni teskarisidan o'qilsa, hind qizlarining ismi kelib chiqadi. Qani o'ylash uchun 1 daqiqa vaqt beramiz, lekin hech kim o'rgatmasam tashqaridan. Boshlandi, vaqt ketdi. Yo'q, qaytaraymi? Yo'q, sizlar yo'q. Agar bular javob bera olmasa, sizlarga imkon beriladi. Xo'p? O'ylab turamiz. 2 kishi o'ylashyapti, o'rtoqlar. Omad tilab turamiz, albatta topishadi degan umiddaman. Yo'q, jim turamiz, iltimos. Bo'ldi, vaqt tugadi. Xorazmliklar. Yo'q, to'xtab turing. Managa chiqqan odamlar topish kerak. Yo'q, to'xtanglar, jim. Hozir Xorazm tayyormisizlar? Taxmin bo'lsa ham aytasizlar. Qani? Aytinglar. Quloq solamiz. Ayting, taxmin aytavering. Sahnaga chiqqan javob beradi. Ayting. Demak, ikkovimiz kengashish, deb, ha? Qani? Sizda variant Nima ekan? Variant bormi? Ha, bizda bor. Ana bularda bor ekan. Xorazmliklar mana yigitlar. Aqalli birorta variant aytmasizlar? Bo'lmasa, to'xtab turasizlar, mana shu yerda tushmay, o'tirmay turasizlar. Demak, qarsali bo'lsin, qani bularda variantlar qanaqa ekan? Yigitlarda bor ekan. Qani yigitlar? Marhamat. Bizning javobimiz patir. Pini olib tashlasangiz atir bo'ladi, qizlarga yoqadigan narsa. Teskarisiga o'xshab grita degan ism bo'ladi. Gap yo'q. Qarsali bo'lsin, Qoraqalpog'istonga. Demak, to'xtaymiz. Mana bu yerga chiqqan 2 ta qizimiz, 2 ta yigitimizni Gap yo'q. Mahbubaxon raqsga taklif